Mana biz hozir yarali kalit, total jarohatlanishi, og'ir turi, psevdopalipoz, postgemorroik anemiya diagnozi bilan 3 oy oldin bemor bizga 40 gemoglobin bilan murojaat qilgan. Laparoskopik kolektomiya va bir og'izli ilostoma qo'yish operatsiyasini bajarganmiz. Mana hozir biz ingichka ichakdan rezervuar hosil qildik. Mana rezervuar uzunligi santimetrlab o'lchaganimizda 12 santimetr. Mana bu rezervuarda hozir to'g'ri ichakni biz proktektomiya qilib, laparoskopik pouch anal anastomoz qo'yish operatsiyasini bajaramiz. Mana portlarimiz hammasi turibdi. To'g'ri ichak cho'ltog'ini to'liq ajratdik. Mana ajratgan to'g'ri ichak cho'ltog'i. Mana bu tomoni anal kanaliga bordik. Mana levatorlar hamma tomondan bu yoqdan ham ko'rinib turibdi. Buni ortga har qancha ochildi. Ana burasi To'xtab tur.